Aka, bir qiz bilan shunchaki gaplashgandim, lekin u o'rganib qoldi. Endi qanday voz kechsam bo'ladi? Okajon, bu gapingiz uchun faqatgina sizni so'kish qo'limdan keladi, lekin yomon gap gapirmayman. Qanday voz kechish kerakligini siz uchun kommentariyada yozib ketishadi. Hali hech qanday qalbni sindirishga ulgurmagan soliq do'stlarimizga kichkinagina maslahat, shunchaki vaqt o'tkazish uchun kimgadir umid berma. Sen osongina voz kechib ketishing mumkin, lekin unga juda ham qiyin bo'ladi. Mana shu joyga yaxshilab urg'u ber, lekin unga juda ham qiyin bo'ladi. Sen mazza qilib uxlolaysan, lekin u uxlamaydi. Qachonki niyating jiddiy bo'lsa, kimgadir umid ber. Shunchaki vaqt o'tkazish uchun boshlagan narsang kimnidir hayotini vayron qilishi mumkin. Bor yo'g'i shu.